Hurmatli muxlislar, demak ko'rsatuvlarimizda davom ettiramiz. Boya aytganimizdek, studiyamizda Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti, asli afg'onistonlik o'zbek domlamiz Azizulloh Aral janoblari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom domla, xush kelibsiz. Xush bo'ldik. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz, chunki hozir Hamid aka bilan juda bir og'ir mavzularni gaplashdik-da. Og'ir bu o'sha 200lamachiliklar, urushlar, qon to'kilishlar, ming afsuski hali statistikaga aylanib borayotgan odamlarning o'limi juda ham og'ir, bularni qabul qilish. Albatta. Endi bu o'sha suhbatdan keyin biroz tin olish, o'zligimiz haqida, biroz yaxshi narsalar haqida suhbatlash uchun sizni studiyamizga taklif qildik. Yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat, xush bo'ldik. Domla, bugun siz bilan biz o'zbek afg'on yoki afg'on o'zbek qaysi bir to'g'ri bo'ladi? Mana o'zbek afg'on adabiyotimi, afg'on o'zbek adabiyoti? Afg'oniston o'zbeklari adabiyoti. Afg'oniston o'zbeklar adabiyoti haqida gaplashamiz. Birinchi savol, domla. Biz Afg'oniston o'zbeklar adabiyoti degan Alisher Navoiygacha boramizmi yoki qaysi davrdan boshlanadi o'zi? Balki undan ham oldinroq. Undan ham oldin. Marhamat domla. O'zi aslida Hamid aka bilan boshlagan suhbatingiz qanchalik og'ir bo'lsa, mana shu mavzu ham shunchalik og'ir mavzu-da Afg'oniston o'zbeklari uchun. Haqiqatan qarang, bir vaqtlar o'sha G'aznaviylarmi, Yaftalilarmi yoki bo'lmasa deylik Temuriylar va Boburiylar davri Afg'oniston, u paytlar Afg'oniston bo'lmagan. Hammamiz bir hududda yashaganmiz. O'sha paytdagi deylik, o'sha paytda o'zbek adabiyoti ham bo'lmagan. O'sha paytdagi Turkiy adabiyot, turk adabiyoti deylik, hammamiz uchun mushtarak adabiyot bo'lgan. Ana o'sha adabiyotni deylik, bugun Afg'oniston degan bir geografiyada biz o'zbek adabiyoti deb deylik nomlayapmiz va shunday deylik davom etyapti. Endi o'sha paytda qarang, Temuriylar davridagi markazlashgan hukumatni olib deylik bunday qaraydigan bo'lsak, Herotga boshqa yerlardan, hatto mana hozirgi O'rta Osiyodan, mana Abdurahmon Jomidek deylik shoirlar, mutafakkirlar, Abul Qosim Anvordek deylik olim mutafakkir Naqshbandlar Herotga borib va bundan boshqa ham deylik o'nlab deylik shunday ilm izidan tushgan insonlar shu Herotga borib tahsil olgan. Ammo bular o'sha paytda deylik aynan bizni turkiy tilda tahsil olganmi yoki deylik boshqa tilda, arab tilida tahsil olganmi yo fors tilida tahsil olganmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar bizni adabiyotimiz ana o'sha deylik zamonlarga borib taqaladi va yozma adabiyotimiz deyarli o'sha paytdan, to'g'rirog'i o'sha 14-15-asrlardan buyon davom etib kelmoqda. Endi bizni yozma adabiyotimiz, Afg'oniston o'zbeklarining yozma adabiyotini biz Navoiy asarlarisiz, Bobur asarlarisiz yo bo'lmasa Lutfiy, Mashrab asarlarisiz tasavvur eta olmaymiz. Bizni og'zaki adabiyotimiz deylik mana shu yozma adabiyotga asos negiz bo'lib xizmat qilgan. Ana shu jihatdan olib qaraganimizda bizni Afg'oniston o'zbeklarini adabiyot tarixi O'zbekiston o'zbeklari va boshqa dunyo turklarining adabiyoti bilan deylik ayni tarixga ega. Qayergacha? Mana qayerdan biz o'zbek, ya'ni Afg'onistondagi o'zbek adabiyoti biroz boshqa, ya'ni boshqa deganda men ya'ni bir o'zanda ketmadi deylik. Chunki to'ppa to'g'ri. Mana shu qaysi vaqt? To'ppa to'g'ri. Qarang, biz aniqrog'i 18-asrga qadar o'zimizning yozma adabiyotimizga ega bo'lib kelgan hozirgi Afg'oniston hududidagi o'zbeklar hisoblanamiz. Undan keyin yozma adabiyot Omu daryoni janub qismidan shimol tomonga ko'chdi. Bu ko'chish natijasida deylik biz o'sha Bobur zamonida ham va undan oldingi va undan keyingi paytlardagi
deyarli adabiyotimizdan qisman ajralib qoldik. Bular faqat deylik o'sha zamonda hukm surgan mutaassib zo'ravon deylik siyosat natijasida turkiy xalqlarning yozma adabiyotlari asossiz ravishda yo'q qilina boshlandi. Va deylik bu to 20-asrning deyarli ikkinchi yarimgacha davom etdi. Yozma manbalar, ya'ni yozma adabiyotlar deylik hammasi sotib olinib yo'q qilindi yoki deylik qaysidir ma'noda tortib olinib yo'q qilindi, yoqib tashlandi, ko'ydirildi, yo olib chiqib ketildi, sotildi. Xullas deylik xalqning bir necha asr davomida o'sha ajdodlardan qolgan yozma kitobati yo'q qilindi. Va shuni natijasida bizni tilimiz Afg'onistondagi o'zbeklarning adabiyoti xalq og'zaki ijodidan iborat bo'lib qoldi. Deyarli 2 asr, 2,5 asr davomida xalq faqat deylik o'sha og'zaki ijodda, ya'ni yurakdan yurakka, ko'krakdan ko'krakka o'tib kelgan adabiyotni saqlab kelishdi. Mabodo shu davrda yozganlar ham bo'lsa, hech bittasini asari matbuot yuzini ko'rmadi. Ya'ni bosib chiqarilmadi, nashr etilmadi. Kimdir deylik uni yodlab o'z deylik miyasida saqladi, kimdir deylik qog'ozga tushirib o'yida saqladi. Shular deylik bizgacha yetib kelmadi. Faqat bizgacha o'sha 2,5 asr ichidagi adabiyotimiz faqat xalq og'zidagi ijodimizdan iborat bo'ldi. Endi birinchi bor deylik 1952-yili Afg'onistonda o'sha paytda bir siyosiy partiyani organi bo'lgan Vatan nomli gazetasida Navoiyning bitta g'azali, o'zbekcha g'azali chop etildi. Endi tasavvur qiling, 17-asrning ikkinchi yarmi yo 18-asrning boshlaridan to 20-asrning ikkinchi yarmigacha umuman bosma shaklda Afg'onistonda o'zbek tilida hech narsa chiqmagan. O'sha 1952-yili buni Karim Nazihi Jilva degan vafot etib ketgan bir shoirimiz, yozuvchimiz bo'lgan. O'sha kishi Navoiyni bir ajoyib go'zal bir g'azalini o'zbek tilida nashr etdi. Ko'kragimdir so'bning pirohanidan chokroq, kiprigim shabnam to'kilgan sabzadan namnokroq degan bir nimasini g'azalini chiqardi, nashr bo'ldi. Bu yagona deylik o'zbek tilida nashr etilgan Vatan gazetasidagi bir g'azal edi, o'zbekcha g'azal. Ana o'sha sabab deylik sekin asta matbuotda o'zbek tilidagi yozuvlarga yo'l ochila boshlandi. Parlamentda xalq vakillari radio tashkil etishni so'rab chiqqanda, Shoh vaqtida, Zohir Shoh vaqtida o'zbek tilida yarim soatlik, o'zbek tilida 24 soat mobaynida yarim soatlik eshittirish olib borishga ruxsat berildi. Ammo bu ham deylik ko'p o'tmay Sardor Dovud hokimiyatga kelishi bilan yo'q qilindi. Emas, to'xtatib qo'yildi. Ya'ni Zohir Shohni amakivachchasi. U siyosiy to'ntarish qilib taxtni egallagandan keyin o'zbeklarni deylik radiosi ham deylik yopildi. Xullas demoqchimanki, mana shu talotumda
o'zbek adabiyoti bugunga qadar deylik o'sha odim tashlab kelyapti. Undan keyingi mana hozir ba'zi bir savollar bor ekan. Nurbek tomonidan berilgan. Mana shu 1952-yil haqida aytdingiz. Biz bilamiz o'sha davrda o'zbek sovet shoirlari juda bir javlon urib ijod qilayotgan vaqt edi. Nima bo'lganda ham o'zbekda daryoni u yog'i ham bu yog'i ham o'zbek. Xuddi shunday. Afg'onistonlik o'zbeklar bundan ta'sirlanganmi yoki bu umuman aloqalar bo'lmaganmi? Masalan, o'sha vaqtda juda ko'p yozuvchilar, mana umuman 40-yillarda Navoiyning yubileyi nishonlangan. To'g'ri. Qarang, aslida Sovet O'zbekistoni bilan Afg'oniston o'zbeklarining madaniy va adabiy aloqalari shu 20-asrda boshlandi, ammo 20-asrning aynan ikkinchi yarmida emas, keyinroq. Bunga deylik sabab Sovet O'zbekistonida Oydin degan bir gazeta chiqardi. Mana shu Oydin gazetasi deylik sekin asta borishga boshlandi. Bu yerda O'zbekistonda ham, Toshkentda ham Vatan jamiyati tashkil etildi, Afg'onistonda Kobulda ham Vatan jamiyati tashkil etildi. Mana shu jamiyatlar orasida deylik shu gazetani yuborish, olish, tarqatish ishlari yo'lga qo'yilgandan keyin juda ko'p yoshlarimizga bir manba sifatida mana shu gazeta juda katta rol o'ynagan o'sha paytda. Men oldingi suhbatlarimda ham aytgan bo'lishim mumkin. Hatto men o'zim maktab o'quvchisi bo'lgan paytimda shu gazetani deylik bizning maktabimizga bitta borardi. Butun deylik bir 800 mingta o'quvchisi bo'lgan maktabga faqat bitta borardi shu gazetadan. Shu gazetani keyin olib har kim navbat bilan olib ketib kechqurun uyda o'qib kelardi-da. Shuni men ham deylik, meni ham shu tilga qiziqishim, o'zbek tilini deylik, ketdan tushib deylik, shuni doim bu ardoqlab, doim o'qib yurishimga birinchi sabablardan bittasi shu bo'lgan. Undan keyin deylik ayniqsa mana 1978-yili Afg'onistonda o'sha aprel inqilobi yuz bergandan keyin endi haqiqiy ma'noda O'zbekiston bilan Afg'onistondagi o'zbeklar o'rtasida adabiy aloqalar yangi tus ola boshladi. Bu alohida mavzu, bu haqda ham deylik to'xtalib o'tamiz. Mana albatta, endi mana shu holatdan boshlasak. 1978-yili inqilob deymiz biz, aprel inqilobi, savr inqilobi yuz bergandan ko'p o'tmay 3 oyning ichida Afg'onistonda o'zbek tilida chiqadigan Yulduz gazetasi yo'lga qo'yildi. Bu Yulduz gazetasining sahifalarida deylik Navoiy asarlari ham, O'zbekiston yozuvchilari, shoirlari asarlari ham eski yozuvga, ya'ni Afg'oniston o'zbeklari qo'llaydigan eski yozuvga o'girilib chop etila boshlandi, nashr etila boshlandi va bir qator o'zbek olimlari, masalan shu jumladan Fatto Abdullayev, mana hozir ham hayotda Abdurahim Mannonov, deylik marhum Orif Usmonov, shunga o'xshagan deylik yana bir qancha deylik To'ra Mirzayev domlalarimiz Afg'onistonda o'zbek xalq og'zaki ijodini, she'riyatni, xalq urf-odat an'analarini, ijtimoiy vaziyatini, o'sha geografik joylashishini hammasini deylik bular sinchaklab o'rgana boshladilar. Mana shu deylik adabiy aloqalarimizni ham bir andoza
yangi bosqichga ko'tardi va bizning adabiyotimizdagi uzoq yillik o'sha uzilishlarni yangidan deylik qayta tirilishiga sabab bo'ldi. Endi bizni Afg'onistondagi yosh shoirlarimizning she'rlari O'zbekistondagi gazeta jurnallarda ham chiqa boshladi. Domla janr bo'yicha bular bir xilmidi yoki o'zgachami? Yo'q, bir xilliklari ham bor, o'zgachaligi ham bor. Bizda Afg'onistonda qarang, buni shu biz yozma adabiyotdan uzoqlashib qolganimizni sababi bo'lsa kerak, bizda hali ham deylik nasr-navislik uncha rivojlanmagan. Biz faqat nazm bilan, she'riyat bilan deylik kun kechirib kelganmiz va hozir ham bizda 10 ta kishidan bittasi she'r yozadi. Afg'onistonda o'zbeklarning ichida. U she'r yozganda ham faqat u Navoiyga ergashishni juda xohlaydi. Navoiy g'azallariga muhammaslar bog'laydi. Navoiy ijodini izidan borib naziralar yozadi, muashshalar yozadi. Go'yoki deylik shu Navoiy ularning o'sha ilhom manbasi bo'lib qolganda edi hozirgi kunda ham. Mana shu ma'noda qarang, endi ko'proq Afg'onistonda o'sha vatan tuyg'usi, undan tashqari deylik o'sha tilga bo'lgan ehtiyoj, muhabbat, o'sha adabiy tashnalik, shunga o'xshash deylik urush, xushunat, o'sha zo'ravonlik, mana shu narsalarni deylik hammasi ularning asarlarida, she'rlarida o'z aksini topa boshlaydi. To bugunga qadar deylik shu tariqa deylik bu ijodiyot davom etib kelmoqda. Endi qayerda deylik nima kamchilik bo'lsa yo qandaydir yutuq bo'lsa, o'sha adabiyotda o'sha o'z aksini topar ekan. Afg'onistondagi masalan bizning adiblarimiz qo'liga qalam olganda o'sha muhitni ichida qarang, o'sha zamonda turib deylik boshqa zamonni yoza olmaydi-da. Faqat o'sha zamonda turib, o'sha zamonning ichida turib, o'sha zamonni yozishga majbur. Shuning uchun mana shu bugunni o'zidagi biz she'riyatimizni ham olib qaraydigan bo'lsak, qarang, bittasi Navoiyni bir g'azaliga bir nazira bog'lagan. Mana bunday Navoiyning nimasi boshlanadi. Qoshi yosunmu deyin, ko'zi qarosunmu deyin. Ko'nglima har birining dardu balosunmu deyin degan g'azaliga qarang, bitta nazira bog'lagan. Muhammad Olim Labib deb o'sha bizning Afg'oniston o'zbek adiblarini ichida eng ko'zga ko'ringani va eng deylik o'sha qalami kuchli adibimiz hozir shu kishi. U kishi shunday nima bog'laganda aytadi: davr zulmunmu deyin. Qarang, hozirgi davrdan gapiryapti-da. Davr zulmunmu deyin, davron jafosinmu deyin, tolib oshubunmu deyin, doish balosunmu deyin. Tolib deb hozirgi masalan hokimiyatdagi tolibni aytyapti, doish bu eshit. Tolib oshubun, ya'ni zulmini deymi deyapti yoki doish eshitni balosinimi so'zlaymi deyapti, gapiraymi deyapti. Charx davridan so'z aytaymu falak ozoridan. Charx davridan so'z aytaymi falak ozoridan yoki istikbor zulmi noravosunmu deyin. O'sha istikbor, o'sha takabburni, o'sha noravo zulmlarini hikoya qilib beraymi, qaysi birini aytay deyapti-da. Qarang, mana hozirgi kunda yaratiladigan bizni nimamiz, adabiyotimiz. Mana domla bu o'sha 20-asr 70-yillarning oxiridan bugungi kungacha keyin bir xil davom etdimi yo yana uzilishlar bo'ldimi? 20-asrni 70-yillaridan uzilishlar bo'lsa ham juda
qisqa uzilishlar bo'ldi-yu, ammo ijodiyotda uzilish bo'lmadi. Nashriyotda uzilish bo'ldi. Ijod davom etdi xalq ichida. Mana shu davr ichida qarang. Mana shu bizni asrimizda 21-asrda Afg'onistonda faqat o'zbek tilida 600 ga yaqin turli mavzularda kitoblar nashr etilgan. Endi bu kitoblarni qarang. Bu bosmadan chiqqan kitoblar. O'tgan 3,5 yil mobaynida, ya'ni Afg'onistonda siyosiy hokimiyat o'zgargandan keyingi 3,5 yil davomida 115 kitob, shularni 65 tasi bosmaxonada bosilib chiqqan kitoblar. Demak, hozir sharoit qancha qiyin bo'lmasin, xalqni o'zi tortinmasdan ijod qilyapti. Qaysi vositalardan deylik foydalanishga to'g'ri kelsa, o'sha vositalar orqali ijod qilib tarqatyapti. 115 ta asardan deylik 65 tasi chopxonada chop etilib tarqatilgan bo'lsa, qolganlari hammasi saytlarda, tarmoqlarda deylik internet orqali hammasi xalqqa yetib borgan va bu shu bugun ham davom etyapti. Ammo gap deylik bu yerda tugamaydi-da. Bu bizni hech qanday dardimizga deylik davo bo'la olmaydi. Chunki bizda masalan qarang, hozir tarjima degan narsa deyarli yo'q. Biz masalan dunyo adabiyotini, dunyo romanlarini deylik o'z tilimizga, o'z yozuvimizga tarjima qilib o'girib deylik bermasak, bizni tilimiz ham o'sha kelajakda bir nochor tillarga aylanib qoladi. Endi bizni katta umidimiz deylik O'zbekiston. O'zbekistonda o'zbek tili qancha rivojlansa, dunyoning hamma yerida bu tillar rivojlanib boradi degan fikrdamiz. Ammo Afg'oniston o'zbeklarini deylik tilida o'ziga xos uslublar, qoidalar deylik, o'sha lug'at boyligi, o'ziga xosliklari bor. Bu xosliklarni deylik biz o'sha yerni o'zida saqlamasak, albatta bu o'sha dunyoda yozuvi yo o'zi tahlikaga tushib qolgan tillar qatoriga aylanib qolishi mumkin. Ayniqsa bugungi kunda deylik sun'iy intellekt, biz hushi masnaviy deymiz. Masnaviy hush deylik butun zoviyalarni hammasini deylik qamrab olayotgan bir paytida bizda hozir o'sha dunyoning eng faqir, eng kambag'al tili bo'lib qolayapti Afg'onistondagi o'zbek tili. Biz hozir sun'iy intellektga deylik o'zimizni ta'sirimizni o'tkazib bilganimiz yo'q. Ya'ni demoqchimanki, hech qanday masalan ChatGPTga kirib biz Afg'oniston o'zbeklari tilida biron narsani qidirib bir ko'ngilga yoqadigan javob topa olmaymiz-da. Chunki hali hech qanaqa ish bo'lmagan. Mana shu bo'lgan ishlarni hammasini biz deylik nimaga sun'iy intellektni xotirasiga sig'dirishimiz kerak, berishimiz kerak. Bu bizni oldimizda turgan mana deylik shu kunlardagi eng dolzarb muammolardan bittasi. Domla, masalan har bir xalq o'sha o'zining yozuvchi shoirlar haqida aytganda bir nomlar bo'ladi-da. Ya'ni mashhur, deylik mana shu o'zbek she'riyatida ham aytsangiz, yozuvchilarni endi aytdingiz, Afg'oniston o'zbeklari ichida nasr masalasi biroz muammo. Ya'ni asosan nazmda dedingiz. O'zi aslida nazm yana qiyinroq ham o'zi bunday olib qarasa o'zi, chunki hammasini qofiyasini keltirguningcha shoirlikni tashlab yuborishing mumkin-da. Buning uchun haqiqiy bir ichidan chiqmasa bu narsa juda ham qiyin. Xuddi shunday. Endi men juda nasrni oson degan ma'noda emas, baribir nasr baribir boshqa. Masalan, ko'pchilik taniydigan nomlar bormi shunday, mana bu shoir, mana shunday inson degan? Albatta. Masalan, ko'pchilik deganda biz dunyo tan oladigan darajadagi deylik adiblarga
ega emasmiz. Umuman Afg'oniston o'zbeklar masalan bugun 5 milliondan ko'p deyilyapti. Afg'onistonni buni juda ko'p deylik suhbatlarda gaplashganmiz. Afg'onistonda kimdir 5 million deydi, kimdir 8-9 million deydi, kimdir 10 million, kim 3 million deydi. Bu o'sha Afg'onistonda hech bir zaman aholi haqiqiy ravishda rasmiy ro'yxatdan o'tmaganligini sababi har kim har narsa deydi. Haqiqatan shu hozirgi kunlarda 5 million, 6 million, 8 million, 7 million shu narsalar aytilyapti. Demoqchimanki, mintaqada deylik nisbatan tanilgan O'zbekistondagi adiblarimizni ichida deylik ismlari tilga olinadigan nimalarimiz bor, yo'q emas, shoirlarimiz bor. O'zi shoir deganda qarang, men aytyapmanki, har 10 kishidan bitta she'r yozadi deyapmanki, bularning hammasini endi biz shoir deya olmaymiz. Shoir bu nima? Shoir ma'nodan matnga tushib biladigan odamgina shoir bo'ladi. Matndan ma'noga chiqadigan deylik so'zlarni chiroyli qilib yonma-yon qo'yadigan har bir odam bu shoir bo'la olmaydi. Shuning uchun bizda ana o'sha ma'nodan matnga tushadigan shoirlarimiz yo'q emas, bor. Bu deylik hozir mutafavvif bo'lib, ya'ni hayotdan ko'z yumib ketganlari ham bor va hozir hayotda ijod etib yurganlari ham bor. Shulardan masalan Mavlono Qurbat degan shoirimiz bor. Muhammad Amin Matin Antxo'yi degan bular hozir Afg'onistonda, bular vafot etgan Afg'onistonda. Hozir hayotda deylik ijod etib yurgan shoirlarimizdan mana boya aytib o'tdim, Muhammad Olim Labib bor. Shunga o'xshagan Zikrullo Ishonch degan shoirimiz bor. Deylik Muhammad Olim Ko'kan degan shoirimiz bor. Shoirlarimiz ko'p. Ular Afg'onistonda? Ular Afg'onistonda, yo Afg'onistonning tashqarisida deylik Toshqin Bahoyi degan shoirimiz bor. Bular o'zbek tilida haqiqatan deylik o'sha ma'nodan deylik mazmunga yo matnga tushib yozadigan shoirlarimiz bor. G'ulom Saxiy Vakilzoda degan shoirimiz bor. Yo Qoni degan shoirimiz bor. Shoirlarimiz juda ko'p. Ayniqsa yosh hozirgi deylik mana internet tarmoqlarida chiqayotgan shoirlarimiz juda ham ko'p. Kelajakda biz orzu qilamiz, ular ham deylik biroz o'zlariga e'tibor berib, o'sha ma'nodan matnga tushadigan shoirlarga aylanishlari kerakligi bu o'sha bizning jamiyatimizning talabi, bu dunyo talabi aslida. Endi domla, mana endi avvalgi vaqtlarni aytib o'tdingiz. Bilamiz, endi 2021-yil avgustdan keyin umuman Afg'onistonda boshqa reallikda hozir. Boshqa holat. Bugun Afg'onistondagi o'zbek adabiyotining holati mana bugun va uning kelajagi qanday ko'rinyapti? Ya'ni aytadiku, ya'ni istiqboli qanday? Men boy aytib o'tdim. Afg'onistonda o'zbek adabiyoti faqat deylik o'zbek xalqi tomonidan himoya bo'limida kelinyapti. Davlat deylik bu sohada hech qanday qulayliklar yaratmagan, hech qanday imtiyozlar bermagan va hattoki qarang, ba'zilari aytadi, men deydi, mana shu ona tilimda yozsam, ijod qilsam deydi, men qornim tuyadimi Afg'onistonda deydi. Shu darajaga borib qolganda hozir. Ammo qornim tuymasa deydi, men tirik qolishim uchun boshqa tilda ijod qilishim kerak deydi. Yo boshqa tilda o'qishim kerak deydi, boshqa tilda savod chiqarishim kerak deydi. Ammo qarang, ammo shu xalqning ichida shunday jonkuyar deylik insonlari bor ekanki, 2 asr davomida bu til umuman deylik sahnadan chiqarib yuborilgan bu til qayta deylik jamiyatga kirib keldi. Qayta mana yuzlab deylik 500-600 deylik kitoblar chop etildi.
maktablarda deylik o'zbek tilidan dars berila boshlandi va universitetlarda o'zbek tili adabiyoti kafedralar ochildi. Ammo mana shulardan deylik chiqib hujjat olib biror deylik o'zi eplab biladigan darajadagi ishga deylik hech qaysisi muyassar bo'lmayapti. Ayniqsa keyingi mana shu kunlarda siz o'zbek tili adabiyoti bo'yicha deylik o'qigan bo'lsangiz, ikkinchi, uchinchi darajalik ishlar bilan deylik ikkinchi, uchinchi darajali shaxs sifatida qabul qilinyapsiz. Aslida o'tgan 20 yil davomida mana shu universitetlarda, shu maktablarda, shu tillarda dars berilar edi va shu tillardagi deylik tahsil olgan yo o'qib chiqqan insonlar turli davlat idoralarida ishga olinar edi. Ammo hozir Afg'onistondan keladigan ma'lumotlarga qaraganda mana shu insonlarimizga, ayniqsa o'zbek tilida savod chiqargan, o'qigan insonlarimizga deylik, ish joylari hammasi yopiq bo'lib ko'rinyapti. Istiqbol masalasida savollar bor. O'zi umuman keling mana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, domla o'zi. Umuman Afg'onistonda bu adabiyot sohasida o'zi umuman faqat o'zbek tili emas, umuman adabiyot sohasida ishlar qanday? Umuman adabiyot sohasida masalan o'tgan 20 yil mobaynida juda ajoyib deylik o'sha ko'zga ko'rinmagan darajada ishlar olib borildi. Haqiqatan deylik mana bir deylik o'sha fors tili, dari tilini o'zida 7-8 ming deylik kitob, 7-8 ming nomli kitob deylik nima qilindi, nashr etildi. Pashtu tilida ham deylik 5-6 ming yo 3-4 minglik shu masalan o'zbek tilida ham deylik bir 5-600 nom ostida kitoblar chiqarildi. Ammo hozir Afg'onistonda adabiyotning asosiy qismini deylik o'sha diniy, mazhabiy adabiyot egallab olgan. Boshqa adabiyotlar ikkinchi o'rinda va mana shu deylik hozirgi siyosatga mos kelmaydigan adabiyotlar kutubxonalardan, kitob sotiladigan kitob do'konlaridan hammasidan yig'ishtirib olinyapti va olindi bir qismi. Bu degani bu deylik mana shu rejimga, shu tuzumga deylik mos keladigan adabiyotgina hozir Afg'onistonda nafas olishi mumkin. Va undan tashqari adabiyotlar deylik u siyosiy adabiyotmi, u deylik ijtimoiy yo ko'ngil ochar yo bolalar adabiyoti qaysi bo'lishidan qat'iy nazar ularga hozir eshiklar yopiq. Rahmat, hurmatli muxlislar, demak mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa yuborishingiz mumkin. Parallel ravishda bu savollarni ham berib boramiz domlaga. Domla Afg'onistondanlar, lekin hozir O'zbekistonda istiqomat qiladilar va Til va adabiyot universitetida dars beradilar. Toshkentda. Nimadan dars berasiz domla? Men matinshunoslik, fors tili, manbashunoslik, eski o'zbek tili, eski o'zbek yozuvi, mana shulardan. Bizda mutaxassislar yetarlimi mavzu bo'yicha? O'qityapsizlarmi demoqchiman? Matinshunoslik bo'yicha mutaxassislar yetarli emas O'zbekistonda. O'zbekistonda manba juda ko'p. Masalan, O'zbekistonda deylik, bizni o'sha Afg'onistonda yo'q bo'lgan kitoblarimizni mana shu yerdan topishimiz mumkin. Ammo Afg'onistondan bu yoqqa olib kelinmagan. O'sha paytda bu yoqda bo'lgan o'sha kitoblar hammasi saqlanib qolgan. Yo odamlarning uyida saqlangan, yo deylik ko'mib qo'yilgan maqsad bor. Bugun o'shalar chiqqan. Bugun O'zbekistonda 20-25 ming nusxadan ham ko'p deylik qo'lyozmalar bor. Ammo ularni deylik 10% ham hali o'rganilmagan, hali deylik o'shanga yetarli mutaxassislar yo'qda. Juda ko'p deylik nima bor, qo'lyozma bor, ammo mutaxassislar soni juda oz.
biz va boshqa universitetlar ham hozir mana shu sohada mutaxassis tayyorlayapmiz va shu mutaxassislar deylik, agar shu kitoblarni hozirgi yosh avlodga to'g'ri va mukammal yetkazsa, bizni boshlagan 3-chi renessansimiz judayam deylik tezlashib ketishi mumkin. Albatta. Xo'p, marhamat. Afg'onistondan ham talabalar o'qiydimi bizda yoki? O'qiydi, juda oz. Nega? Bilmadim, mana shu keyingi o'zgarishdan keyin talabalar soni juda ozayib qolgan. Chunki oldin davlatlar o'rtasida almashuvlar bor edi. Ularni xarajatlarini Afg'oniston davlati to'lar edi. Hozir o'shani to'xtatib qo'ygan. Hozir faqat deylik yo o'z hisobidan kelib o'qiydi, yo bo'lmasa deylik o'sha eski qolganlar bor, o'shalar davom ettiryapti. Ammo bularning hammasini deylik hozirgi soni 20 kishiga yetmaydi. Afg'onistonliklar o'zbek adabiyotini kuzatadimi? Bugungi o'zbek adabiyotini. Mana shu savodli Afg'oniston o'zbeklarini keling bir narsani e'tirof etishimiz kerak. Shularni adabiy manbalarini negizini O'zbekiston adabiyoti tashkil etadi. Hozirgi kunda ham deylik, bundan deylik yarim asr oldindan buyon. Shuning uchun ham mana qarang, Navoiyni deylik asarlari shu O'zbekistonda lotin yo kiril alifbosida chiqqan butun asarlari qayta Afg'onistonda eski yozuvda chiqarildi. Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlari eski yozuvda o'zgartirilib chiqarildi. Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlari chiqarildi. Mana shular deylik. Endi masalan Erkin Voidovning she'rlari, Abdulla Oripovning she'rlari, bular deylik yillardan buyon o'sha shoirlar orasida, xalq orasida juda sevilib o'qiladi. She'r aytyapmanki, Afg'onistonda she'rni alohida deylik o'zbeklar orasida o'rni bor. Buni ham deylik bizni buni ta'siri ham o'sha bunga ham o'sha nima ta'sir etgan. O'sha bizning eski ajdodlarimizning ijodlari, Navoiy masalan ko'proq she'r yozgan, Bobur ham deylik xuddi shunday, yo bo'lmasa Lutfiy ham shunday. Bular hammasi deylik yo Fuzuliyni oladigan bo'lsak, yo hatto biz nimadan ham foydalanamiz, Maxtumquli shularni hammasini kitoblari deylik, yo Ahmad Yasaviyniki shular, Huvaydoni kitoblari, shular hammasi deylik bizni ijodkorlarimizga asosiy manba bo'lib xizmat qilib kelgan va hozirgi kunda endi O'zbekistondagi deylik o'zbek adabiyoti haqiqatan juda salmoqli rol o'ynaydi va hozir yoshlarimiz lotin alifbosida ham, kiril alifbosida ham deylik mana shu adabiyotlardan foydalanishadi. Mana muxlislardan kelayotgan savollar, Afg'oniston o'zbeklari bizning shevalarimizni ham tushunishadimi? Masalan, Xorazmchani yoki boshqa shevalarimizni ham tushunishadimi oson? Xorazmcha shevasini tushunadigan bizni rayonlarimiz, tumanlarimiz bor va Surxondaryo shevasini tushunadigan tumanlarimiz bor. Afg'onistonda ham biz shevalarga bo'linib ketganmizmi? Albatta. Afg'onistonda ham shevalarga bo'lib ketganmiz. Afg'onistonda aynan mana borovuz, kelavuz, kelayapti, mana shu Toshkent shevasi bilan gapiradigan shevalarimiz, unisi ham bor. Hammasi bor. Endi bu qarang. Afg'onistonda tarixan deylik o'sha yerda tub o'sha geografik muhitni aholisi bo'lgan o'zbeklardan tashqari turli davrlarda, turli yerlarda, turli sabablarga ko'ra O'zbekistondan o'tib borgan o'zbeklar ham bor. O'sha revolyutsiya vaqtida. O'sha revolyutsiya vaqtida, urush vaqtida, ikkinchi jahon urushi vaqtida, mana shular vaqtida deylik o'tganlar bor, ularning avlodlari bor. Bir qismi ularni Afg'onistondan chiqib deylik Saudiya Arabistoniga ketgan, bir qismi deylik Turkiyaga ketgan, qolganlari deylik bor, hatto Pokistonga ketib qolganlari ham bor. Mana shular hammasini hisobga olsak, biz hozir Afg'onistonda 34 viloyatidan 14 viloyatida o'zbeklar yashar ekan. Ana shu o'zbeklarni deylik
o'ziga yarasha har qaysilarining o'zini sheva lahjalari bor. Masalan deylik, Taxor viloyati ko'proq bizni mana bu jelavchilarimizga, O'zbekistonning jelavchilariga yaqin, Qipchoqqa yaqin gapiradi. Keyin mana bu Mazori Sharif, Samangon, bu yerlar mana Surxondaryo nimasiga ko'proq gapiradi. Bizni masalan Antxo'y, bu tomonlar Xorazm shevasiga yaqin. Boravuz, kelavuz degan narsalar, shular hammasi deylik bor. Endi shevalar haqida biz gapiradigan bo'lsak, juda ko'p gapirishimizga to'g'ri keladi. Shevalar bunday keng qamrovli ravishda Afg'onistonda hozir o'rganilmagan, endi o'rganilyapti. Va bu o'rganilgandan keyin haqiqatan deylik juda qiziq deylik mavzularni yaratib berishi mumkin. Ya'ni O'zbekiston tilshinoslariga, O'zbekiston shevashinoslariga alohida deylik o'zbek ana o'sha shevalarining manbasi sifatida xizmat qiladigan bir manbaga aylanishi mumkin. Buni qarang, mana O'zbekistonda mana o'zbek adabiy tili bor va shevalar bor. Masalan, hamma viloyat o'zining shevasida gaplashaveradi, lekin televideniyega chiqsak, mana yoki mana biz Ko'rsatuvga chiqsak, albatta adabiy tilda gapiramiz. Bu hamma yoqda xos bizda. Afg'onistonda ham shunaqami? Afg'onistonda ham savodli insonlar orasida hozir men gapirib turgan O'zbekistonning adabiy tili u yoqning ham adabiy tili. Faqat bitta farqi bor, u leksikologiyadagi farq. Leksikologiyadagi o'sha lug'at boyligidagi farqi deylik. Ya'ni biz deylik O'zbekistonda so'zlarni biz ruschadan olgan bo'lishimiz mumkin. Afg'onistonda u forschadan olgan bo'lishi mumkin. Xuddi shunday. Ammo so'z tuzilishi deylik, o'sha grammatik nuqtai nazardan olib qaraganimizda mana shu til deylik bizni o'quv tilimiz. Maktablarda, universitetlardagi o'zbek bo'limlarida mana shu adabiy til deylik o'tiladi. Ammo ko'chaga chiqqaningizdan keyin deylik, masalan O'zbekistondan birinchi bor bitta borib qolgan bo'lsa, bitta ko'chadagi bilan gaplashsa 50% tushunishi mumkin, 50% tushunmaydi. 50 da 100. Bunchalik katta. Chunki aytayapmanki, o'sha lug'at boyligi, leksikologiyasi deylik, ularni faqat so'z tuzishda bir oxirgi o'sha kesim fe'l deylik o'zbekcha bo'lib qolgan, bu yoqqa hammasi deylik boshqa tildan. Arabcha, pashtucha, forscha shular bo'lib ketgan, inglizcha. Bu ham buni ham tabiiy qabul qilamiz domla, chunki umuman 20-asrda texnologiya juda rivojlangan, texnika rivojlangan va ko'pincha yangi so'zlar boshqa tillardan kelib kelganda va o'zbek tilida o'sha 40-yillarda qabul qilingan qoida endi hozir bekor bo'lgandir. Har bir yangi so'z ruschadan olinishi kerak degan bir qoidasi bo'lgan. Endi Afg'onistonda u qoida bo'lmagan demak. Ya'ni qaysi millatdan birinchi kirib kelsa, shuni olavergan. Deylik, bizda mana zapravka deymiz-ku, endi to'g'ri bizda bu tarjimasi ham bor uni. Benzin quyish shoxobchasi deymiz. Lekin Afg'onistonda tushunishim bo'yicha petrol deyiladi. Petrol deydi. Ya'ni mana shunga o'xshagan sizlar inglizchadan olib ketavergansiz, biz ruschadan olib ketaverganmiz. Petrol deydi. Zapravkani tankitel deydi. Shunaqa. Rahmat domla, mana endi ushbu ko'rsatuvga so'nggi savol. Bugun Afg'onistonda o'zbeklarga juda yaxshi munosabatda bo'lishyapti degan xabar bizga keldi. Buni endi siyosiy sabablari bor deyildi yoki O'zbekiston hukumatining hozir Afg'onistonga munosabati deyildi. Bu endi bizga tashqaridan, ya'ni o'sha Afg'onistonga borib kelgan tadbirkorlardan keldi bu xabar. Mana siz endi o'zi haqiqiy afg'onistonlik sifatida mana shu holatga bir munosabat bildirsangiz, haqiqatan holat shundaymi? Qarang, kundalik hayot sohasida munosabat yomon emas o'zbeklarga. Chunki nima uchun yomon emas? O'zbeklar ularga qarshi hech qanaqa xatti-harakat qilmayapti. Ya'ni hokimiyatga qarshi o'zbeklar hech qanaqa xatti-harakat qilmagan va qilmayapti. Shuning uchun yaxshi. Endi biz bugun deylik Afg'onistonda o'zbeklarning adabiyoti haqida gapiryapmiz. O'zbeklarni adabiyotini deylik qanchalik davlat himoya qilishini biz nazarda tutishimiz kerak. Ana shundagina biz deylik bir xulosaga kelgan bo'lamizki, munosabat o'zbeklar uchun a'lo darajada deb.
lekin hozircha bunday deya olmaymiz. Yo, hozircha deya olmaymizki, va buni hatto teskarisini aytishga majbur bo'lyapmizki, aytdimki, o'zbek tilidan savod chiqarib deylik, qo'liga diplom olgan bir o'zbekimiz o'sha saviya imtihoni topshirish uchun deylik, o'zbek tilida tahsil qilganligi uchun yo o'zbek tilida maktab o'qiganligi uchun kiritilmayapti-da. Ishga olishga intervyu uchun o'shalarni qabul qilinmayapti. Demak, bu ma'nodan olib qaraganda, ya'ni munosabatlar o'sha adabiy ilmiy sohada deylik ko'ngildagidek emas. To'g'ri, O'zbekiston bilan deylik Afg'onistonni munosabati juda yaxshi, juda oqilona siyosat olib borilyapti. Bu albatta deylik u yerdagi o'zbeklarga ham munosabatga ta'sir etadi. Buni hammasi o'z o'rnida. Ammo biz deylik mana shu yaxshi munosabatlardan bizning tilimiz, adabiyotimiz, tarixda o'tgan shaxsiyatlarimiz uchun qanday deylik foydali ishlar amalga oshirilayotganligiga qarab baho berishimiz kerakda. Endi o'ylaymiz, Afg'oniston hukumati buni hisobga oladi va bu borada ham ijobiy harakatlar amalga oshiradi deb o'ylaymiz, chunki bugungi kunda ko'ryapmizki, atrofda bugungi o'sha Afg'onistonda tinchlik bo'lishini istayotgan va u yerda rivojlansin deyotganlarning ichida eng kattasi bu O'zbekiston. Xuddi shunday. Ya'ni turli davralarda ham, mana yaqinda Turkiy davlatlar tashkilotida bo'lgan tashkilotining norasmiy sammitida ham shu masala ko'tarildi. Ya'ni Afg'onistonni unutib qo'ymanglar. Ya'ni o'zimman odamlar, dunyo ham shu odamlarga o'xshashda, ya'ni bir masala ko'tariladi, keyin qolib ketaveradi. Shunday. O'zi Islom Abdug'aniy davrida ham aytilgandi, 90-yillarda, Afg'onistonni unutib qo'ymanglar, baraka topinglar, bu hali bir kun yaxshilikka olib kelmaydi. Mana bugun ham mana endi 21-yildan keyin Afg'onistonda hokimiyat o'zgardi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Bugun yana hammani sekin esidan chiqishni boshlayapti, hamma o'zining ishi bilan band. Suriya dedi, Rossiya Ukraina urushi dedi, yana sekin Afg'oniston chetda qolib ketyapti. Na bir tan olinish masalasi yoki ya'ni pullar masalasi. O'ylaymanki, O'zbekistonning mana shunday munosabati Afg'onistondagi o'zbeklarning boya siz aytayotgan yo'nalishlarda ham ularga ijobiy imkoniyatlar berilishida o'ylaymizki ta'siri katta bo'ladi. Albatta. Chunki mamlakatni taraqqiyoti faqat o'sha mamlakat aholisini taraqqiyotiga bog'liq. Ular qancha rivojlansa, mamlakat shuncha rivojlanadi. Ayniqsa o'zbeklarning nufuzi u yerda kam emas. Xuddi shunday. Mana hozir dunyoda rivojlangan mamlakatlarni bilasizmi? Nimani muqoyisa qilib bilar ekanlar? Borib deylik, kechki payt, kechqurun teatrga kirar ekanlar. Teatri to'lib, tomoshabinlar bilan to'lib, spektakl ijro etadigan teatr bo'lsa, kunduz kunlari deylik, kitobxonlar bilan to'lib turgan mamlakat bo'lsa, bu rivojlanyapti. Bu rivojlangan mamlakat, rivojlanayotgan tomon ketayotgan mamlakat deb baholanar ekan. Afsuski deylik, mana hozir biz Afg'onistonda deylik, na kitobxonamiz bor, na teatrimiz bor. Yillardan buyon yo'q. Ammo Afg'oniston yarim asrdan buyon qattiq og'riqlarni boshdan kechirib kelyapti. Albatta, aytamiz, bir avlod umuman to'liq avtomat bilan katta bo'ldi deymiz. Endi yetar. Endi deylik, mana shu hokimiyat deylik, agar shu xalqni, shu yurtni deylik, dardini sezgan bo'lsa, albatta buni inobatga olib siyosat yuritadi degan umiddamiz. Domla, biz o'zimman kursni boshlanganda bir so'rovnoma e'lon qilib qo'yganlikda, ya'ni mana siz aytyapsiz, bugun kitobxonlik bo'yicha ham Afg'onistonda masala bor deyapsiz. Biz savol berib qo'ydik. Siz bir oyda bir kitob o'qiysizmi deb, hozir bizni ko'rayotganlarga mana 1300 dan oshiq odam ushbu savolga javob bergan. Ha, albatta deguvchilar 20%ligini tashkil etyapti. Ya'ni 5 dan 1 odam bir oyda bir kitob o'qiydi. Yo'q, bundan kam o'qiyman deguvchilar 13%. Juda kam o'qiyman deganlar 20%, 46% odam umuman kitob o'qimayman deganda.
Bu mana O'zbekistonda tinch zamonda domla siz yana Afg'onistonda xuddi o'ylaymanki shunday. bu Bu boshqa dunyoda ham shunday. albatta. Hozir shu kitobxonlik Bu muammoga aylandi haqiqatan. Domla sizga kattakon rahmat. Rahmat sizga. Kelgusi kurslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Rahmat sizlarga.